Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ның bendisi Ömer'den isyankarның balası isyankarga. Ey Amr ibn As, mening amirlarimga qarshi chiqqanligingga va qilgan yo'lsizligingga bakma hayron qoldim. Seni vazifangdan elib tashlashdan boshqa choram yo'q. Abdurahmonning jazosini uyingning to'ttimi ichida berib, chasnimi uyda tushirding. Uni sirtqa chiqarib sazoyi qilmading, shundaqmi? Bu ishingning mening amirlarimga qarshi ekanligini bilmamsan. Abdurahmon sening amringda yashaydigan oddiy puhrodan boshqa narsa emas. Boshqalarga qandoq muomala qilgan bo'lsang, uningga shundoq qilmay, o'zingcha bu xalifaning o'g'li deb o'ylab, uningga alohida muomala qildingmi? Allohning shariatiga bo'ysunish jihatda men uchun hamma odam o'xshash. Xatimni topshirib elib, darhol Abdurahmonni bir yaktakka yo'gab, molning ustiga besib, menga avatgin. O'tkizgan gunohining jazosi uchun mushi yergacha shub etib kelsin. Amr ibn As xalifaning amriga binoan Abdurahmonni Madinaga yo'lladi. Ondan Hazrat Umarning yana bir o'g'li Abdullah orqali bir parcha maktub yo'lladi. Uningdan kechirim so'radi. Xatida mundaq yozilgan edi. Eng ulug' Allohning nomi bilan qasamki, mayli musulmon bo'lsin yoki g'ayri musulmon bo'lsin, jinoyat o'tkazgan puhroning hammasini o'z uyimning hovlisida jazolayman. Abdurahmon Madinaga keltirilib, yaktakka yo'galgan peti dadasining oldiga berildi. Ulug'i tegishib ketgan bo'lib, bir qadam mang'udak holi qolmagan edi. Hazrat Umar uni ko'rib, nihoyat qo'pollik bilan, "Abdurahmon, oxiri qilg'uvliqingni qilding, ha?" dedi. Bu yosh yigitning parishon holini ko'rgan Abdurahmon ibn Avfning ichi aychishib ketdi va Hazrat Umarni pastgo'yga tushirish uchun oraga kirib, "Ey mu'minlarning amiri, o'g'ling tegishlik jazosini tartib bo'pti", dedi. Endi Hazrat Umar uningga pisandmi qilmadi. Yana bir tarafdan o'g'li Abdurahmon, "Men kasal bo'lib qoldim. Meni yana nima qilmoqchisan? Sen mening qotilimsan", deb varqiraydi. Afsus, Hazrat Umar uning so'zlariga quloq solmadi va uningga ikkinchi qatim jazo berib, zindonga tashladi. Abdurahmonning kesili zindonda og'irlashib, ko'p o'tmay vafot bo'ldi. Endi Hazrat Umar tayinlagan vali hokimlarga kelsak, u ko'pincha hollarda ibodat, diniy ishlarga bak ahamiyat berib ketmasimi, ishonchlik va kuchtungur odamlarni tayinlaydi. Chunki ibodat va diniy majburiyatlarning foydasi har kishining o'ziga xosdir. Agar vazifaga tayinlangan kishi fazilatli, lekin boshqarish iqtidori ojiz bo'lib qolsa, u holda uning zihni ummatga bo'ladi. Shunga u kishi eng muhimi kuchlik va qobiliyatli bo'lish kerak. Shundaq bo'lganda, agar u kishining axloq fazilatida bir nuqson bo'lsa, zihnini o'zi tortadi. Ammo ummat uning kuchi va qobiliyatidan unumli foydalana oladi. Hazrat Umar valilikqa asosan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning eng munavvar sahobalarini tayinlaydi. Hatto ularning orasidagi eng qobiliyatlilarini tanlaydi va mundaq deydi: "Agar men bir kishini vazifaga tayinlab bo'lgandan keyin uningdan qobiliyatli birini uchratsam, ichim siqilib, bakmi beyaram bo'lib ketaman." Darvaqa Hazrat Umar Mughira ibn Shu'ba, Amr ibn As, Muaviya qatorliq zotlarni muhim vazifalarga tayinlagan vaqtda Hazrat Osman, Hazrat Ali, Talha, Zubayr, Abdurahmon ibn Avf, Said ibn Zayd qatorliq bu dunyodagi chig'idla jannatning xush bishorati berilgan eng munavvar sahobalar texayat edi. Ammo oldinqilari keyingilarga qaraganda texmi kuchlik va qobiliyatli bo'lg'achqa Hazrat Umar ularni vazifaga tayinlagan edi. Undan boshqa Hazrat Umar har doim o'zi tayinlagan bu kishilarning ahvollarini egallab, ularni kontrol qilib turardi. Ularning Hazrat Umardan tap tortib, uni hurmatlashi lozim edi. Hazrat Umar bu munavvar sahobalarni vazifalarga tayinlab, ularni dunyoning bosh og'rig'iga aralashtirishni xohlamaydi. Hatto u Bani Hashim qabilasining a'zolariga asosiy jihatdan vazifa bermadi. Payg'ambar alayhisalomga bo'lgan yaqinlik va oralaridagi tuqqanlik munosabati bilan shunday qildi ham ularning dunyo ishlariga aralashib, nomini bulg'ishini xohlamaydi. Uning Hazrat Abbosning o'g'li Abdullohga bilishimcha, Payg'ambar alayhisalom har doim boshqalarga vazifa topshirib, sizlarni bu ishlarga aralashtirmaydi degani rost edi. Hazrat Umar bir kishini muhim bir vazifaga tayinlagan vaqtda uningdan hech kimning meliga yo'lsizlik qilmasligini va hech kimning jiniga zomin bo'lmasligini,
amal va huquqini o'zi va oilasining ko'ziriga aylantirib olmasligini talab qiladi. Valiylikqa tayinlagan kishilarga mushu ma'nida bir ogohlantirish xati avatib, Ansor va muhojir sahobalardan bir nechini bu ishga guvohchi qiladi. Uning ogohlantirish xatining mazmuni asosiy jihatdan mundaq bo'ladi. Men seni musulmonlarning qini va jiniga zomin bo'lishing uchun emas, balki ularga imom bo'lish, haq va huquqini qo'g'dash, ularni odillik bilan boshqarish uchun xalifa qilib tayinladim. Hazrati Umar vazifa beshidagi kishilarni hamisha kontrol qilib turadi. Ularning yemak-ichmiki, kiyim-kechki va turalg'u joylargacha tekshirib turadi. Pat-pat ulardan hisob elib turadi. Undan boshqa har yili haj mavsumida barliq valiylarni o'zining yoniga chaqiradi va xalqdan valiylarning o'zlariga odillik bilan muomala qilmaganligini, shariat hukmlarini to'g'ri ijro qilmaganligini so'rab surishti qiladi va ularning valiylari haqidagi arz shikoyatlarga quloq soladi. Hazrati Umar o'zi tayinlagan qo'mondan va valiylardan Mughira ibn Shuba, Amr ibn As, Qudama ibn Maz'un, Said ibn Amir, Ayyad ibn G'anam va boshqalarning ustidan qilingan arz shikoyatlarni olgan edi. Lekin bularning ichida uning diqqatini eng tortqani Misr valisi Amr ibn Asning ustidan qilingan g'alati shikoyat edi. Anas bu voqeani mundaq naql qiladi. Bir kuni Hazrati Umarning yonida o'tirdik. Misrdan kelgan bir kishi Hazrati Umardan ijozat olgandan keyin, "Ey mu'minlarning amiri, bu yer faqat sendan madad tilaydiganlar kelib murojaat qilgan yerdir", deb voysashga boshladi. Hazrati Umar diqqatini uningga burab, "Nima ish yuz berdi? Qani aytqin", dedi. U odam bizning vali Amr ibn As at baygisiga o'rinlashtirgan edi. Menmu baygiga qatnashdim va birinchi bo'ldim. Tomoshabin xalqmo buni ko'rib turdi. Ammo valining o'g'li umu baygiga qatnashgan edi. Muhammad ibn Amr kelib, "Yo'q, Ka'baning Rabbiga qasam qilamanki, mening etim birinchi bo'ldi", deb turib oldi. U menga yaqinlab kelibdi, uni tonidim va menmo Ka'baning Rabbiga qasam qilamanki, mening etim birinchi bo'ldi, deb e'tiroz bildirdim. Shuning bilan Muhammad g'azablanib, meni qamchilashga boshladi. U bir tarafdan ursa, yana bir tarafdan "Anglab qo'y, men Isilzoda ota-onaning o'g'liman", deb varqiraydi. Bu voqea keyincha valining qo'lqiga yetibdi. U mening senga arz qilishimdan qo'rqib, meni zindonga oldi. Ammo men bir amal qilib qochdim. "Mana hozir sening oldingda turibdiman", dedi. Bu Misrlik qibiti so'zini tugatdi. Hazrati Umar hech nima demadi. Uningga faqat "O'ltirg'in" degandan keyin Misr valisiga "Bu maktubni topshirib elib, darhol o'g'ling Muhammad bilan billa yanimga kelgin", deb maktub yo'lladi. Ondan Misrlikqa qarab, "Amr kelgicha sen boshqa yerga ketmay turg'in", deb chekiladi. Misr valisi Amr ibn As maktubni ko'rib, bakmo aloqazati bo'lib ketibdi va o'g'lini chaqirib, "O'g'lim, biror ish qilib qo'ydingmi? Biror jinoyat o'tkazdingmi?" deb so'rabdi. O'g'li, "Yo'q dada, nima bo'ldi?" debdi. Amr, "Undaqda xalifasini nimishga chaqirgandi?" deb ansirabdi va qo'rqishga boshlabdi. Amr Hazrati Umarning jiddiy ta'limotiga binoan o'g'li Muhammadni elib Madinaga yetib keldi. Qasam qilamanki, yana Hazrati Umarning yonida o'ltiratdim. Har doim shundoq ratlik kiyinib yuradigan Amr ibn As bakmo avara kiyimlar bilan kirib keldi. Hazrati Umar uni ko'rib, o'g'lining kelmaganligini bilish uchun bo'ynini so'zib, uning orqa tarafiga qaradi. Ondan atrofdagilardan "Elqi Misrlik nada?" deb so'radi. Misrlik o'ttirg'i chiqib, "Mana men", dedi. Hazrati Umar qo'lidagi tayoqni uning qo'liga uzatib, "Ol, seni urgan shu Isilzodani urg'in", deb amr qildi. U Misrlik tayoqni elib Muhammadni dadasining ko'z oldida bo'lishiga urdi. Rostini aytsam, atrofda qarab turgan hammaylar uning tayoq yeyishini xo'p ko'ratdi. Ammo Misrlik uni shunday qattiq urdiki, uningga ichimiz og'rib ketdi va ichimizda "Endi to'xtab qolgan bo'lsa-chu", deb ketdik. Ammo Hazrati Umar pat-pat "Ur, shu Isilzodani o'ptarroq ur", deb varqirab turadi. Hatto uning bilan qolmay Misrlikqa "Endi Amirning shu toz beshiga ur. Allohga qasam qilamanki, o'g'li dadasining mansibiga ishonmasa, seni hargiz urmaydi", dedi. Misrlik ota bola ikkisini urishdan to'xtab, "Ey mu'minlarning amiri, men o'chimni oldim. Buxorimdanmi chiqdim. Meni urganni menmi urib oldim. Mushuning o'zi men uchun yetarli", dedi. Hazrati Umar,
Qasam qilamanki, sen o'zing rozi bo'lgudek urib olmoqcha biz sizlarning oranglarga kirmaymiz. Ey Amir, menga quloq sol. Onalardan hur tug'ilgan shu insonlarni sizlar qachondan e'tiboran o'zinglarning quli qilib oldinglar, dedi. Amir ibn As nima deyishini bilolmay o'liqib turadi. U faqat o'zini aytdi va menga ishongan. Mening bu ishdan faqatli xabarim yo'q edi, deb xalifaning ochchig'ini yondirishga tirishdi. Hazrat Umar Misrlikqa burilib, bundan keyin yana biror ish chiqsa, darhol meni xabarlantirgin, deb uni xotirjam qildi. Hazrat Umar har doim xalq orasida yashaydigan, ularning dardlariga quloq soladigan va qiyinchiliklarni tang hal qiladigan zot edi. Yo'ldishi jihatga chiqib ketgan ayollarni pat-pat yo'qlab, biror narsaga ehtiyoji bor yo'qligini so'raydi. Ba'zida bu ayollarning bolalarini yoki xizmatchilarini agashtirib, ularning o'rnida bozorga berib, lozimliq narsalarni elib beradi. Oldingi sabtdan pochtalyon kelgan hamon xatchaklarni o'z egillariga yetkazib beradi. Savodi bo'lmagan oilalarga xatni o'qib berish uchun savodli kishilarni avatadi. Yoki ular xolisa o'zi berib o'qib beradi. Ondan ularga pochtakashning qachon yo'lga chiqadiganligini, agar yo'ldishiga xat avatmoqchi bo'lsa, pochtakashga qaysi kuni topshirib bersa bo'ladiganligini aniq tushuntirib qo'yib chiqib ketadi. Hazrat Umar bir to'p kishi bilan safarga otlanib qolsa, o'zi boshqalardan keyin yo'lga chiqadi. Yo'lda qolib qolgan narsalar bo'lsa, elib egisiga topshirib beradi. O'lig'i yaralangan yoki boshqa har qanday qiyinchilikka ko'rilgan safardoshiga yaqindan ko'ngil bilib yordam qilishga tirishadi. Kechalari Madinani aylanib, butun shaharni chorlab chiqish Hazrat Umarning doimliq ishi edi. Madinaga tushgan karvonlarning beshida qorovullik qiladi. Muhtoj kishilarning ehtiyojini qamdashga, haqsizlikka uchragan kishilarning arz shikoyatlarini anglab, dardlariga darmon bo'lishga tirishadi. Ayollardan birasining bir narsaga ehtiyoji tushib qolsa, darhol uyga qaytib, ayolini elib, ularning yoniga yetib keladi. Hazrat Umarning xizmatchisi Aslam mundaq deydi. Bir kechasi Hazrat Umar bilan Harro degan yerga ketayotdik. Sarror degan yerga kelganda, sal nerida ko'zimiz bir o'tga tushdi. Hazrat Umar menga: "Ey Aslam, avu yerda dam elayotgan bir karvon bor o'xshaydi. Qorong'u va sovuqda yo'lni davomlashtira olmaganligi aniq. Tezroq berib qarab boqayli. Biror ehtiyoji bormikin aqchon?" Biz tez mengib o't yiqilgan yerga yiqilishib keldik. Qarasak, bir ayolning atrofida bir muncha ushoq bola yig'ilishib o'ltiradi. O'tning ustida bir qozon qaynayotdi. Hazrat Umar yiroqdan salom berib, "Yeninglarga borsam bo'lamdi?" deb ijozat so'radi. U ayol: "Bir paydang tegsa kel, bo'lmasa bizni avor qilma", dedi. Hazrat Umar meni joyimda turg'izib qo'yib, o'zi ularning yoniga bordi va "Sizlarga nima bo'ldi?" deb biror ehtiyoji bor yo'qligini so'radi. Ayol: "Ko'rib turibsan, qorong'u va sovuqda mush yerda o'ltirishga majbur bo'ldik", deb qo'ydi. Hazrat Umar: "Bu bolalar nimaga yig'layotdi?" deb so'radi. Ayol: "Nemishqa bo'ladi? Ochliqdan shu." Umar: "Qozonda nima bor?" dedi. Ayol: "Suvdan boshqa narsa yo'q. Bolalar uxlab qolguncha mushunda qilib ularni aldab turmasam bo'lmaydi. Alloh bizning haqqimizni Umardan so'rasin", deb javob berdi. Hazrat Umar: "Alloh ko'ngillarga yarasha bersin. Umar sizlarning bu holda ekanliklaringizni na'dan bilsin", deb so'radi. Ayol: "Beshimizga xalifa bo'lishni biladi, ammo dardlarimiz kelganda bizdan xabar yo'q", dedi. Shuning bilan Hazrat Umar darhol o'rnidan turib yanimga keldi. Ikkimiz nihoyat aldirash qaytib xazina ombiriga bordik. Hazrat Umar bir xalta un bilan bir ko'p yog'ni ayirib elib, "O'shnamga ortib qo'ygin", dedi. Men: "Ey xalifa, men ko'taray", deb e'tiroz bildirdim. Ammo Hazrat Umar: "Onang o'lsin. Qiyomat kuni mening gunohlarimni sen ko'taramsan", dedi. Shundoq qilib, un bilan yog'ni uning o'shnisiga ortdim. Tez mengib ayolning yoniga yetib keldik. Hazrat Umar xaltadan ozroq unni elib, u ayolga: "Sen unni qo'limga to'k, men aralashtiray", deb bir tarafdan bulmoqni aralashtirsa, yana bir tarafdan o'tni pöylaydi. O'tning tutuni uning soqollarining orasigacha singib ketayotdi. Nihoyat bulmoq pishdi. Hazrat Umar qozonni yerga qo'yib, "Qachi bo'lsa bergin", dedi. Qozondagi bulmoqni qachiga qo'yib, "Buni bolalarga yegizgin. Men qolganini sovutqashtiray, xotirjam yeb olsin", dedi. Hazrat Umar bolalarning taom yeyishiga qarab turdi. Ular yeb to'ygandan keyin biz qaytmoqchi bo'lib o'rnimizdan qo'zg'aldik. U ayol bu ishga shunda xushal bo'lib ketgan edi. U: "Alloh sendan rozi bo'lsin.
sen bizga xalifadanmi ko'p yaxshilik qilding, deb duo qildi. Hazrati Umar u ayolga, shundaqdimi xalifaga yaxshilik tilgin. Agar xalifaning oldiga biror ish uchun iltimos qilib borsang, meni shu yerdan topa olaysan, deb usti yepiq so'z bilan o'zining yana yordam qiladiganligini bildirdi. Ondan bir chetga berib, ularga qarab turdi. Men qilg'udek boshqa ish bormi, deb so'radim. Ammo u lam-jim demay ularga qarab turaverdi. Hazrati Umar balalar bir-birlab uxlab ketganda, ondan xotirjam bo'lgandek o'rnidan turib, Allohga hamd sano o'qigach, yenimga kelib, "Ey Aslam, bu balalar ochliqning dardiga chidamay yig'layotdi. Ham uyqularimi qochgan edi. Shunga ular shirin uyquga ketgicha, ularning yenidan ayrilishga ko'nglim unmadi", deb o'zining xotirjam bo'lganligini ifodaladi. Hazrati Umar xalqning hol ahvolini egallash, vaqtini ular bilan o'tkazish, tang xo'shal bo'lish, azoblarga o'rtoq bo'lish, agar biror da'vo ishi bo'lsa, darhol uni hal qilish va bu orqali adolatning burmalinib ketishining oldini olish uchun har doim bozor rastlarini aylanib, xalq bilan ich qo'yun tosh qo'yun bo'lib ketadi. Vaqt topsala Qur'on o'qiydi. Namozdan keyin xalqning arz shikoyatlarini anglaydi. Uning uyining oldida hech qanday qarovul turmaydi. Uningdan boshqa u islom qo'shinining g'oyiviy qo'mondoni va qurolli qo'shinning bosh qo'mondoni edi. Qurolli qo'shinning beshiga ayrim qo'mondan tayinlaydi. O'zining o'y fikriga asosan pidokor kishilarni qo'mondonlikqa tanlaydi. Masalan, Hazrati Umar bir qatim xalqni jihodga chaqirganda, Abu Ubayda as-Saqafi tunji bo'lib, uning chaqirig'iga ovoz qo'shganligi uchun uni qo'shin qo'mondonligiga tanlagan edi. Ba'zida eng yuqori darajali qo'mondonni vazifasidan elib, uni qo'shindagi eng oddiy navkarlar qatoriga tushirib qo'yadi va ayni vaqtda eng oddiy, ammo jasoratlik va botur bir navkarni qo'shinga qo'mondon qilib tayinlaydi. Bu orqali qo'mondonning o'z amal mansibini ishg'ol qilib olishiga, uningdan yomon niyatda foydalanishiga va qo'l ostidagilarni o'zining orzu-havaslariga vosita qilib olishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, bir kunlarda keyni-keynidan quchilgan zafarlarning birdan-bir sababi Xolid ibn Validning bosh qo'mondonligi ekanligi to'g'risida so'z cho'chak tarqalishga boshladi. Hazrati Umar darhol Xolid ibn Validni vazifasidan elib tashladi. U bu orqali xalqning insonga zafarni muyassar qilg'uchining faqat Alloh ekanligini bilib qolishini va ularning hammaga qodir Allohdan boshqasiga umid bog'lamasligini ko'zda tutgan edi. Amaliyotda zafar Alloh tarafdan keladi. Allohning irodasi va yordami bo'lmay turib, zafar quchish mumkin emas. Halbuki qo'shin va xalq orasidagi ba'zi kishilar bu zafarlarni Xolid ibn Validning qo'mondonligi bilan munosabatlik deb o'ylab, tuyuq hislarga berilib ketgan edi. Xalifa Umar oldingi safdagi qo'mondonlar bilan davomli aloqa bog'lab, ularga ta'limot va amr farmonlarni yetkazib turg'ashqa, xuddi o'zi shu yerda turayotgandek hamma ishdan xabardor bo'lib turadi. U har doim qo'mondonlarni Allohning shariat hukmlariga qat'iy bo'ysunishi va Allohga chin dilidan e'tiqod qilishi to'g'riliq ogohlantirib turadi. Jangga boturlarcha elishish va qattiq qarshilik bildirish uchun ularni jasoratlantirib, ruhlarini urg'utib turadi va har bir to'qinishdan keyin o'ziga tafsiliy ma'lumot yo'llashini talab qiladi. Xabarlar sal kechikib qolgudek bo'lsa, o'zi Madinaning sirtiga chiqib, kelib ketayotgan yo'lovchilarning orasidan ishonchlik va muvaffaq deb qaralgan kishilar orqali ma'lumot elishga tirishadi va aloqa ishlarini kuchaytirdi. Islom qo'shinining ig'ir ahvolda qolganligini bilgan hamon shaxsan o'zi bir bo'lik askarga qo'mondon bo'lib, ularga yordam berish uchun safarga otlanadi. Bundaq chaqlarda boshqa muhim masalalarga o'xshash sahobalar bilan maslahatlashadi. Ularning fikrlarini oladi. Ularning fikrlarini muvofiq ko'rsa, o'z fikridan yenib, ularning fikri bo'yicha harakat qiladi. Hazrati Umar o'zi Madinada bo'lsa-mu, oldingi safning hammasini boshqarib turganligi haqiqatdir. U shotirlar orqali oldingi safga to'xtamay ta'lim beradi. Qo'mondonlarni vazifaga qo'yadi. Turshavul, o'ng so'l qanot va orqa saf qo'shinlarining qo'mondonlarini belgilaydi. Fatih qilingan yerlarga vali, fatih qilinmoqchi bo'lgan yerlarga qo'mondon tayinlaydi. Hazrati Umar dushman qo'lga tushib qolgan musulmon asirlarni qutuldirish uchun davlat xazinasidan to'lam to'laydi va mundoq deydi: bir musulmonni kofirning qo'lidan qutuldirish men uchun butun arab yerim oralidanmi muhimdir. Hazrati Umar musulmonlar uchunla emas, balki g'ayri musulmonlar uchunmi eng odil va g'oyiviy rahbar edi.
u garchi g'ayri musulmonlarga musulmonlardan farqli kiyinish, musulmonlarni hurmatlash haqida ba'zi shakli qonunlarni yo'lga qo'ygan bo'lsa-mu, ammo vazifa va mas'uliyatda hammaylanga teng barobar muomala qiladi. Bir g'ayri musulmon islomni qabul qilsa, uni darhol jizyadan ozod qiladi. Hatto uning qarzlari butun mol borliqidanmi ko'p ekanligi aniqlansa, uningdan na o'shra, na jizya ilinmaydi. Hazrati Umar valilarga umumiy uqtirish avatib, musulmonlarning g'ayri musulmonlarga zulm qilishni to'sib, ularning haq-huquqlariga hurmat qilishini, ularni kuchi yetmaydigan ishlarga buyurmasligini topilgan edi. Hazrati Umar bir kuni qari va amo bir tilamchi bilan uchrashib qoldi. Berib dumbisini silab turib, "Sen ahli kitoblardan qaysi jamoatga tava?" deb so'radi. Tilamchi "Men Yahudi" deb javob berdi. Hazrati Umar "Nima sabab bilan tilamchilik qilishga majbur bo'lding?" deb so'radi. Tilamchi "Davlatning mendan oladigan jizyasini to'lash va shaxsiy ehtiyojimni qamdash uchun shunday qildim. Uning ustiga qirib qoldim. Boshqa ish qila olmayman" deb javob berdi. Bu gapni anglagan Hazrati Umarning ichi echishdi va uning qo'lidan yetilab, avval uyiga elib kirib, parcha-purat narsalardan ozroq berdi. Ondan Udul xazina mas'ulining oldiga elib bordi va uningga mundoq deb ta'limot berdi. Buningga va mushundaq kishilarga yordam qilgan. Qasam qilamanki, bu kishiga insof bilan muomala qilmabdik. Qirib ketgan bo'lsa-mu, uni yana mush holda tashlab qo'yibdik. Bu davrda islom jamiyatining ma'lum bir qismini sahobalar egallaydi. Ularning eng mutavarlari Madinada yashaydi. Xalifa ularning har qanday bir maqsad, qurolliq urush bo'lib ketgan taqdirdami, Madinaning sirtiga chiqishiga ruxsat qilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bilan birlikda islom, haq, adolat yo'lida elib borgan ulug' kurashlarni ular uchun yetarli deb qaraydi. Shundaqla ularni boshqalarni qila oladigan oddiy ishlar yoki boshqa xizmatlar uchun mashg'ul qilib, ovorchilik tepib berishni xohlamaydi. Jiddiy masalalarni ularga bildirib, maslahatlashadi. O'zi va musulmonlarga munosabatli masalalar haqida ularning qimmatli fikrlaridan foydalanishga tirishadi. Shunga u har doim Hazrat Osman, Hazrat Ali va Abdurrahman ibn Avf qatorliqlardan savol so'raydi. Fikrlarini oladi. Shundaqla butun xalqning bu fazilatli shaxslarni o'zlariga ulgu qilishini orzu qiladi. Sahobalarmo uningga yordamlashadi, yo'l ko'rsatadi. Masalalarni uning bilan birga o'ltirib hal qilishadi. Uning islom ummatining manfaati yo'lida chekkan jafo mushaqqatini va erib charchig'ini ko'rib, Alloh sana yaxshilik ato qilsin. Sendan keyin bu vazifani topshirib olganlarga Alloh yordam qilsin. Sen shundoq tirishchanlik ko'rsatyapsan. Ammo sendan keyingilarning bu ishlarning hududisidan chiqishi mumkin emas deb ham uning tirishchanligini taqdirlaydi va hayron qolganligini bildirishadi. Uning jafo tortib ketayotganligiga ichi echishadi. Tavhid, go'zal axloq, durustlik, adolat qatorliqlarning insonlarga yetkazilishi va o'g'itilishi yo'lida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan bir jon, bir tan bo'lib ketgan, haq va haqiqat yo'lida jon va mollarini otib o'tgan bu mutavar sahobalar hamisha Hazrat Umarning yonida turib, uningga yor yo'lak bo'ladi. Shunga xalq ularning hurmat e'tiborini qiladi. Ularmo Hazrat Umarga o'xshash xalqqa mehribonlik qiladi, shafqat ko'rsatadi. Ularni tarbiyalaydi, ilm irfon tarqatadi. Ularga islomning afzalliklarini o'rgatish va singdirish uchun jon fidolik ko'rsatadi. Sahobalarga berilgan hurmat e'tibor darajasi ularning islomga kirish vaqtining ilgari keyinligiga qarab ayriladi. Shunga xalq Suhayb va Salman Farisini jamiyatning ehtiyoji tufaylidan musulmon bo'lgan Abu Sufyan, Suhayl ibn Amir va Al-Haris ibn Hisham qatorliq Makkalik musulmonlar qaraganda texmi ustun ko'radi. Aytishlari qaraganda bir kuni Suhayl ibn Amir bilan Haris ibn Hisham ma'lum bir masala haqida Hazrat Umarning oldiga keldi. Eshik oldida Suhayb bilan Salman Farisi turardi. Hazrat Umar avval ularning kirishiga ijozat berdi. Bu ish Haris ibn Hishamning ko'ngliga keldi. U chiroyini purishtirib, do'sti Suhaylga "Bu odam bizga nima uchun mundaq muomala qiladi?" deb taptani qildi. Suhayl: "Biz o'z-o'zimizga qildik. Bu odamlar islomga da'vat qilindi. Bizmi ham shundoq. Ammo bular islomni qabul qilsa, biz keynimizga dojidik. Shuning bilan ular bizning oldimizga o'tib ketdi" dedi. Atsi Abu Sufyan va Haris ibn Hisham Hazrat Umarning oldiga kirib,
boshdan beri o'z-o'zimizga osonlik qilganligimizni bilamiz. Islomni eng oxirda qabul qilganligimiz uchun hozirgi mavqeimizmi aniq bekitilib bo'ldi. Mana endi pushaymon qilyapmiz. Ajiba o'z vaqtida musulmon bo'lib, hurmatga sazovor bo'lganlarga yetishib olishimiz uchun qanday qilsak bo'lar deb so'rashdi. Hazrat Umar ularga oldingi safga berishga undadi. Ular oldingi safga ketib, takror qaytib kelmadi. Chunki ular shahid bo'lgan edi. Mas'uliyat va adolat jihatdan bu davr jamiyatining barliq a'zosi tang barobar bo'lib, burun musulmon bo'lganlarning haq va huquq jihatda keyin musulmon bo'lganlardan hech qanday ustunligi yo'q edi. Aslida barliq sahobalar bir-biriga qon qarindoshdek yaqin bo'lib, bir-birini urug' tuqqanlardan mo bakroq azizlaydi. Butun jamiyat bir butun uyultashdek bo'lib, urush zamonlarida uyda qolganlar o'zlarining jihodga chiqib ketganlarning oilalariga mas'ul ekanligini hargiz unutib qolmaydi. Ular xalifaning bu mas'uliyatni o'z zimmasiga elayotganligini, ularning ig'ir yukini o'zi yolg'iz ko'tarishga tirishayotganligini bilib turadi. Bir-biriga kuchlik iymon beg'i bilan chambarchas bog'langanligi, bir niyat, bir maqsadda jafoliq kurash qilayotganligi uchun barliq oila bir-biriga tayanch kuch bo'lish ruhi ichida yashaydi. Ular erlarning oldingi safda va davlat chegaralarida Allohning so'zini insonlarga yetkazish uchun xizmat qilayotganligiga, mo'rini tirab kurash qilayotganligiga ishonadi. Bolalar, onalar, yashanganlar va ayollar bo'lsa, oldingi safdan keladigan xabarlarni to'rt ko'zi bilan kutadi. Bu muddat ichida xalifa va rahbarlar tarafidan qattiq qo'g'diladi. Ularning yordam, xizmat va shafoatiga noil bo'ladi. Ularmi bu ishlardan ulgu olib, o'z oralida kuchining yetishicha yordamlashish va mehr-shafqat yetkazishga tirishadi. Ularning bunday qilishiga yuraklaridagi kuchli iymoni turtki bo'ladi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqiy musulmonlardan tashkil topgan bir jamiyatni mundoq deb ta'riflaydi. Mu'minlar bir munchilagan ichki organdan tarkib topgan bir badanga o'xshash bir-biriga yar yo'lak bo'ladi. Ich og'ritadi va illiq muomala qiladi. Bu organlardan birari kasal sababi bilan og'irsa, boshqa organlarmi uning bilan teng og'irganidek, mu'minlarmi bir-biri uchun shunday hissiyatda bo'ladi. Jamiyatda umumiy xalqqa munosabatlik biror vaqa yuz bersa, barliq musulmonlar bu ishdan qattiq ta'sirlanadi va uningga yaqindan ko'ngil biladi. Masalan, zafar xabarlari butun jamiyat a'zolarining hammasini suyundirib, hammaylarni teng qo'shal qiladi. Hijriyaning 18-yili yuz bergan qahatchilikning dardini barliq musulmonlar teng tortishga tirishdi. Biri yesa, yana biri nerida uningga talmirib qarab qolmadi. Kimda nima bo'lsa, hammasi teng bo'lishdi. Ondan yiroq mamlakatlardan keltirilgan ochliq, avval qahatchilik yuz bergan yurtlarga. Ondan musulmonlik hayotining uzun qisqaligi u yoqda tursin, musulmon g'ayri-musulmonni ayirmagan asosda kim eng ehtiyojli bo'lsa, shuningdan boshlab tarqitib berildi. Zimmiylar, ya'ni g'ayri-musulmonlar, bularning bir qismi Yahudi va Nasoralardan tarkib topgan ahli kitoblar. Yana bir qismi Majusiylar bo'lib, ular fatih davomida taslim bo'lib, musulmonlar bilan sulhlashgan va tuzilgan sulhining shartlariga xiloflik qilmaydigan, dushmanlarni saqlamaydigan, ya'ni ularning nomida siyosiy va ideyaviy faoliyatlarni olib bormaydigan, islom dushmanlari bilan aloqalashmaydigan, islom hukmronligi ostidagi fuqarolar edi. Ular bu ishlarga diqqat qilgan va samimiy pozitsiyada bo'lgan muddat ichida kunlari xo'shal-xuram o'tadi va islomning adolatlaridan to'liq foydalana oladi. Mol-mulk va uy-joylardan xotirjam, bola-chaqalari hur yashaydi. Hech kim ularga daxli ta'ruz qila olmaydi. Agar biror zulmga uchrasa, darhol shariat hukmi bo'yicha haqlari elib beriladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, zulm qilgan kishi cho'qim tegishli jazoga tortiladi. Butun jamiyat a'zosi haq huquqda teng barobar bo'lib, hech kim buningdan mustasno emas edi. Ba'zi alohida ahvollardan boshqa vaqtlarda g'ayri-musulmonlarmi musulmonlarga o'xshash vazifa o'taydi va boshqa ishlarga mas'ul bo'ladi. Ularning davlatga to'laydigan jizyaning miqdori musulmonlarning davlatga to'laydigan zakatining miqdoridan oz edi. Ular oldingi hisobga avatilmaydi. Shahar ichida xotirjam yashayveradi. Ular o'z masalalarini o'z e'tiqodlarining qonuni bo'yicha hal qilsa-mu yoki xolisa islom shariati bo'yicha hal qilsa-mu bo'ladi. Oxirida shuni aytib o'taylikki, Hazrat Umar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning
bu yerim orolda ikki din birlikda mavjud bo'lib turolmaydi degan so'ziga binoan musulmon bo'lmaganlarni arab yerim orolining sirtiga o'rlashtirdi. Ammo islom davlatining boshqa rayonidagi bu fuqarolar yanala hur va baxt saodat ichida yashadi. Har nima bo'lishidan qat'iy nazar, ular islom tarixining eng parlaq davri va insoniyat tarixida o'xshashi ko'rilmagan bu adolatli mezgillarda butun jamiyatning barliq a'zolariga o'xshash xushal-xuram, axloqiy fazilatga to'lgan sharafli kunlarni o'tkazgan edi. Barliq jamiyat a'zosi bir-biriga chambarchas bog'langan edi. Chunki u jamiyatda tang barobarlik, hurlik, mehr-shafqat va marhamat hukm suratdi. Mü'minge qaytibim almak şu yolga Fariz bu yüklengen Allah'ın emri